Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu programmamizda har xil mavzularda farqli mehmonlarimiz bilan suhbat elib beryapmiz. Biraz burun Mahmudjon Arkin bilan suhbat elib borgandik. Shu Xitoy kommunistlarininki ta hakimiyetga chiqqandim ya bugungi kungacha elib berayotgan buning tuzilmasi qanday tuzilma degandek mavzularda suhbat elib bordik. Endi bugun Istanbulning sirtidan kelganligi uchun o'zi bu İstanbul'daki qisqa turish mazgildan foydalanib arqa bir qancha suhbat elib berib olaylik deb fursatni g'animat bilib yana boshqa bir temada huzuringizda o'ltiribdik. İnşallah hozir bugungi hozirgi programmamiz Suriya urushi boshlangandan tortib tamamlanan hozir 8 yilga yaqin bu qonliq mazgil o'tgan bo'ldi. Milyonlagan musulmonlar bu yerdan surgun qilindi. Dunyoning narida yuribdi va milyonlaganlar o'ldirildi. Va hala besiqmay davom qiladi. Mushu o'rinki biz Uyg'urlarga albatta nurg'un talafotlarni keltirib chiqargan bo'ldi. Buning ta'siri bizmi ko'rgan bo'ldik. Mushu urushningki Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri bugungi bu suhbatimizdagi ana temamiz mushu Suriya urushningki Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri yoki ko'rsatayotgan ta'siri holatiga davom qilayotganligi uchun mushu mazmunlarda paranglashimiz hurmatli Mahmudjon bilan tekrar qimmatli vaqtingizni chiqarib gap berganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Meni yana tekrar şu teklif qilganlarga va shundaqla meni doim mehmon qator ko'yinglarga sizlarga ko'p rahmat. Xudo Alloh ajringlarni bersin. Allah razı bo'lsin. Qadrli qarindoshlar, hammalar ma'lum bo'lgandek biz programmamizni naq maydonda taqdim biraz burun qita'atgan programmamizda yezilgan inkaslarni ko'rib turyapmiz, ammo ba'ziga qaytirishga program chunki so'zlanadigan mavzular 1 soatdan eshib ketdi. Asli 45 minutcha davom qilishimiz kerakdi. Uningga javob berib yoki uni o'qib o'tirishga vaqtni programmani bir qolay desam yana 1 soatni eshib ketibdi. Shunga javob qilolmadik. Ba'zi javob qaytirishga maqsad bo'lmagan xato tushunishlar bo'pti buningga. To'g'riroq yaxshiroq o'zingizni biraz hayojiningizni besib olib tushunsangiz gapning tegini tushunsangiz to'g'ri gaplar asli. Buni to'xtalib o'ltamayman. Endi shu hozirgi suhbatimizdagi mavzularga bunga munosabatli ijobiy inkaslarni qanday inkaslar bo'lsa yezishinglarni umid qilamiz, ko'rib turamiz yoki telefon qilib bevosita bog'lanalayman suhbatim mening bir fikrim bor o'tirib qo'ygan desanglar telefon qilsanglar meni o'xshash ovozinglar bu yerga xalqimiz anglaydi, fikringlarni bildiraysizlar erkin. Shunaqlab buni ko'plab qarindoshlarga taqitib, ham ko'p qarindoshlarimizninki foydalanishi uchun ham baharlashib qo'yishinglarni alohida umid qilamiz. Unda bo'lsa men uchun programmamizni boshlab ketsak, deganimdek bu urush boshlang'ili 8 yil bo'lib qoldi hozir. Hatto 8 yildan chiqaydi hozir 2019 kirsa. Demak, nima uchun tugamaydi bu urush? Oldindan bu Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'sirdan boshqa nima uchun buncha uzun surib ketdi? Bu Suriya amalangi 2011-yilda boshlandi. Bu boshlanishdan burun, ya'ni Arab bahori hareketi deb butun dunyoning g'arb davlatlari Arab bahori hareketining ta'siridan bo'ldi deydi. Arab bahori hareketi amalangi ma'lum Mısırdan başlandı. Mısırda Mübarek taxtdan chiqib ketdi. Uning o'rniga xalq saylagan Morsi bo'ldi. Morsining yana ma'lum sabablar tufayli Morsi taxtdan chiqib ketib, uning o'rniga Sisi bo'ldi. Liviyada Karzafi chiqib ketdi. Demak, shunday Arab dunyosida haqiqatan bir siyosiy islohot shaklida bir bahor hareketi ilib berildi. Siyosiy bahor hareketi ilib berildi. Lekin bu Suriya kelgan chog'da bu urush xalqaro jamiyat ham Suriya xalqi orzu qilgandek mana tinish shaklda bo'lmay, dal aksi qonliq bir bostirishga uchrab, toki mana hozirgacha mana Suriyada urush oyoqlashmay necha million inson hayotini ayrilib, necha million Suriya xalqi sarkardan bo'lib dunyoning har qaysi joylarida davlat turib
musafirlab bizdek ig'ir kun ko'ryapti. Men shaxsiy nomimda va xalqning nomidan Suriya xalqininki shu urushning tizimini tugishini va sarsalliqniki oxirlashini chin dilimdan Allohni tilayman, ham ularga samimiy salomni yo'llayman. Ham bu Suriya urushi nima ish yuz berdi degan chog'da biz tarix qarab baqramizsak Suriyaniki hozirgi nizomning Basharninki dadasi Asad 1979 yili harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ab taxtga chiqqandan keyin toki 2000 olamda o'tkichi 2000 yilga olam o'tkichi bu bir podshohlik tuzum shakllantiribmadi. Uning o'g'li Asad Bashir nim qildi, varislik qildi. Demak, podshohlik tuzum shakllandi. Xandonlik tuzum o'g'ildan bola qoladigan buni Suriya xalqi qabul qila oldimi, qilamadimi? Buni demak Bashir Asad jamiyati buni bilan qat'iy hisoblashmadi. Hisoblashmay xalqni majburiylab o'zininki diktatorlik mustabid tuzumiga xuddi hozirgi Mashruqimiz Xitoyninki tuzumideklam majburiy o'ziga bog'lablam ama shu qapasning ichiga solablam men degan ishga mansang agasang hayotlik bormiz yo'q degandek bu nima qilgan xalq bir xil intilish ya'ni erkinlikka demokratik bir tuzumga bir intilish bor xalqda bu intilish Arab bahar harakati portlagan ekan Suriya xalqida avj oldi. Shuning bilan Suriyada bu urush portlab maydonga keldi. Lekin o'ylamgan Suriyada bu qonliq bostirildi. Bu nemishga bostirildi. Bostirilganda bu nemishlar uzun davomlashib ketadi. Ya'ni kelib bu Suriyada nemishga nurg'un davlatlar bor. Suriya xalqining orzusini amaliyotda Suriya xalqi bilan Suriya xalqiningki mustabid tuzum bo'lgan Bashir Asad podshohlik 30 yil ziddiyatlar bo'lib lallab ketgan bo'lsa buni ayt yaxshi bo'ldi. Lekin bu ziddiyatga hozir Rossiya bor, Turkiya bor, Amerika bor, Angliya bor, hamma davlat bor. Mayli demokratik davlatlar bo'lsin, mayli mustabid davlatlar bo'lsin, bu urushda hammasi bu urushda bevosita chegini Turkiya bilan Rossiya bo'lsinmi, lekin qolganlarniki yondan turib mayli iqtisodiy jihatdan bo'lamdi, mayli qurol jihatdan bo'lamdi, mayli harbiy jihatdan bo'lamdi, yordam qilib bu urushni hozirgacha ilib keldi endi bu. Bu nima uchun tugamaydi degan bir savol chiqdi endi. Nima uchun hamma shu Suriya urushi qatnashgan hamma davlatlar nima deyapti? Mayli bevosita qatnashgan, mayli yondan turib qatnashgan davlatlar degan chog'da Suriyaning zamin butunligini qo'g'daymiz. Suriya xalqini erkinlikka, demokratiyaga yetaklaymiz. Suriya xalqini boy-bashashat qilamiz. Suriyadagi urushni tizimini tugatamiz. Da'vatida nishoni bir ekan, undasi nima tugmaydi. Bu yerda xalqimiz kimdir? Söyümlük oğlanı Erkin Ekrem Kammo Suriye urushda o'rlab qilgan chog'dimi? Nurg'un yaxshi fikrlandi degan chog'da Suriyaningki xalqining orzusini shu Bashir Asad tarafidan nayt xalq bostirilib yutbag'anligi, cho'ng davlatlarniki bu urushga aralashib, bu urushni murakkablashtirib yutbag'anligidan dedi. Mening ko'z qarashim menda, Suriya urushiniki oxirlashmoq sabab Suriyaning jo'grafiyalik o'rni, strategik o'rni. Xo'sh. Bu yerda mana bir masala bor. Amalan ma'lum. Hozir dunyo energiyaniki 25%, 30%, hattoki 50% qacha o'tir sharqdan keldi. Neft, tabiiy gaz o'tir sharqdan keladi. Bu o'tir sharqdagi shu neftlik, tabiiy gaz agar bir davlatning qo'liga yoki bir tashkilot, bir xalqaro bir guruhning qo'liga tushib ketib qoladigan bo'lsa, dunyoning taqdirini u belgilaydigan hali shakllanib qoladi. Chunki bu energiyaga bo'lgan azad insoniyatning jamiyatning taraqqiyoti ushqanday bo'lgan sira energiyaga bo'lgan ehtiyojmi kun sayi ishib ketib bordi. Hargiz kayni qaylab ma'mavotidagi ishib ketib bordi. Bu yerki Suriya urushining Suriyaning tuproqiniki strategik o'rnidan, ya'ni o'rta sharqqa to'plangan butun, ya'ni o'sha Amerika, Yevropa ittifoqining maqsadi o'rta sharqqa to'plangan ham energiyani Saudiya Arabistonga to'plab, Saudiya Arabiston orqali Suriyadan o'tkazib, Suriyadan tuproqdan o'tkazib, Suriyadan Turkiya orqali Yevropaga ketmoqchi. Bu unda qildi degan gapning ma'nosi endi bu yerda bir g'olib bir kuch bor. Yani dünyadaki yani bir süper bir kuch bo'lgan Rossiya bor. Rossiyaniki energiyasiga Yevropaniki tayinishi yomon ig'ir. Bu bo'lapmi shu bu agar Yevropa ittifoqi Rossiyaning energiyasiga tayinishi ig'ir bo'lmagan avval aslida Rossiyaniki Qrimni yutilishiga, Ukrainaning Qrimni yutilishiga shunda jazolagan bo'lsa-mu, yana Rossiyaga unum ko'rsatmadi, ta'sir chunqur ko'rsatmadi.
Көрсеткен болса Қырымны татып алады. Россиядан Украинаға қайтып берген болды. Lekin o көздемегенлік үшін, gerçi Россияның iqtisodini положение tushirayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'zgan nishon, ya'ni Qrimni Ukrainaga qaytarib turib, xalqaro tartibni, sistemani qo'g'dab qolmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, u nishonga yetamadi. Demak, nima uchun? Chunki Rossiyaning energiyasiga Yevropaning tayini qilish ig'rob qolganlik uchun. Bu bir mush energiyaniki intayin muhimligining bir isboti hamda bu. Xo'sh. Demak, O'rta Sharqniki neftlardan tabiiy gazlarning hammasi Saudiya Arabistoniga to'planib, Saudiya Arabistoni orqali Suriya tuprog'idan Turkiyadan Yevropaga o'tib kelsa, Yevropaniki Rossiyaga bo'lgan ta'siri energiyaga bo'lgan beqinib qilishi azlab ketadi. Demasimi, Yevropa ittifoqiga har zaman Rossiya harbiy jihatdan tahdid solib turibdi. Hattoki 2014-yilda shu Qrimning Rossiya besib olgandan keyin Yevropa ittifoqining jazolashiga, hatto harbiy harakat qo'llanishiga qarata Putin aniq qilib yadro qurol ishlatma dedi. Bu demak, bu shu Rossiyaningki mush energiya ko'ziniki intayin qimmatliligini nima qilayotgan gap. Demak, bu shu Suriya xalqininki shu azob uqubat tatib kelishi Suriya tuprog'ininki lam israk o'rnining intayin. Endi bu yerda agar Yevropa ittifoqi haqiqatan shu ko'zga nishonga yetib Suriya orqali Turkiya orqali Yevropa ittifoqi energiya ichib kelsa, Rossiyaga tayinishi azlab kelsa energiya jihatdan. Chunki Rossiyaningki kuni texim ta'sir ketadi. Hattoki shu chaqdagi 2014-yilda Obama Rossiyani xalqaro pul fondi tashkilotidan chiqarib etamiz dedi. Agar energiyaga tayinishi azlab kelsa, u pul fondidan chiqarib etib qolsa, Rossiyaga nisbatan u hargiz qo'polmaydigan bir holat chiqib qoldi. Shuning Rossiya bu urushga butun dunyo Bashar Asadga nisbatan qarshi bo'layotgan demokratik kishilik huquqni tajovuz qilayotgan avval ostida, ya'ni Bashar Asadni qo'g'dab, qo'ltig'iga ilib, qo'shin cho'gizib, agar Rossiyaning qo'llashidan arilib qolgan bo'lsa, Bashar Asad allburun huquqdan chiqib ketdi, ham Suriya xalqini balkim tinchlikqa erishib, xotirjam yashab bo'ladi. Bu yerdagi Rossiyaning maqsadi to'plangan, O'rta Sharqda to'plangan energiyani Suriya tuprog'i orqali Rossiyadan o'tkazib, Rossiyaningki burunqi Yevropaga ta'minlayotgan turib yenilasi orqali, ya'ni Rossiyani Yevropaga chiqarmoqchi. Bu demak, Rossiya shu yerda ya'ni energiyaningki oltin ochqishni qo'lda tutmoqchi. Shunga Rossiya Suriya urushiga birinchi bo'lib harbiy qo'shin cho'gazdi. Ikkinchi bo'lib Turkiya cho'gazdi. Mencha Turkiya bu yerda Turkiyaga qarindoshlik nuqtasidan chiqib yoki bizga bir amili ish chiqayotganlik nuqtasidan chiqib gap qilmayman. Faqat bizning miyadagi da'vatligimiz xalqarodagi shu murakkab siyosiy vaziyatniki o'zimizning ko'z qarashini sharhlash bo'lganligi uchun men buni deyman. Turkiya mencha bu urushga kechki aralashdi. Ammo aralashmasa cho'qim bo'lmaydi. Gerçi Turkiya bir terrorlik tahdidiga uchqidi. Ikkinchidan, agar Rossiya Suriyani butunlay yutib oladigan bo'lsa, Bashar Asadni tiklab, qolmasa Turkiyaningki chegarasiga Rossiyaning qo'shinlari kelib o'rilishiga avval shakillanib qoladi. U vaqtida Turkiya bevosita Rossiyaning tahdid ostida tushib qoladi. Ma'lum 1950-yilda Rossiya Turkiyaga besim qurolli tajovuz qiladigan bir holat shakllanib ketganligi uchun Turkiya siyosiy islohot ilib berib, Shimoliy Atlant tashkilotiga chirib, anandan keyin Rossiyaning tahdidini qutib qolgan. Buni men demadim, buni siz hozir o'zingizga leksiyasida so'zildi, ham o'zim ig'izga oldi, shu odamning gapini naql oldim. Demak, Turkiya bu urushga bir terrorlikdan danishlan PKK'ningki bu terrorlik zarbasiga uchqayotdi. Buni tozlamasa Turkiyaningki kelgusiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan Rossiyaningki o'zining tuprog'ining yenigilan qo'shnisiga bir harbiy bas tiklanib qolishni bu Turkiya hargiz qabul qilolmaydi, shundaqla Yevropa ham qabul qilolmaydi. Bu shuning uchun Turkiya bu urushga aralashdi deb qarayman. Ammo menchiki ichki aralashdi, lekin aralashmasa qat'iy bo'lmaydi. Hamda hozir bu Suriya urushiningki ta'sirini demisimi hammadan ig'ir tortayotgan yana Turkiya. Necha million Suriya xalqiga nisbatan soyibxonlik qilib, ashliga yemek berib, suv berib, tuproq berib hamma qilyotdi. Demak, Turkiya bu urushda intayin zo'r bedel to'layotdi, ham o'zininki kelgusiga nisbatan g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi. Shunga bu Suriya urushining oxirlashmasligi sabab Turkiya Suriyaninki istrak o'rnining bir shu turb liniyasining o'tishi bir muhim holat bo'lib qolganligi uchun shuni talishib bilan
ma urush tugmayapti. Bu urush qavaqda tugayverganda buni balkim bir Alloh bilishi mumkin. Ikkinchisi bir davlat cho'qim bunada bile o'shtilib ketadi. Qaysi davlat o'shtiladi buni bilgan olmaydi. Nima desangiz necha qitim may astana suhbat chig'ini olamdi. Iran, Qozog'iston, Rossiya, Turkiya boshqa yo'q. Astana suhbat chig'ini necha qitim ichildi, lekin natija yo'q. Tortni bo'lish bilinmayotdi hozir. Bu kuchli davlatlar, u sohada o'yin o'ynayotgan davlatlar o'ziga yeydigan manfaat şu oldidagi bir yumaloq bir tortni bo'lish bilanmay. Rozi qilib bo'lish bilanmay bir-birisini. Asli buncha bola bir kichkina bir ya'ni agar xolab qolsa degan cho'ng kuchlar to'xtatman yoki yo'g'ishtirman deb qolsa. Birdamchi ishga. Ha, u shu. Siyosat keyindagi bo'layotgan rezil o'yinlar. Shu hamda mishalki bir nozik masala hamda bu yerda hamda Rossiyaning hozir iqtisodiy faoliyatlanayotgan shunday nozik maqta bu urushga Rossiyaga qachon mablag' sala oladi. Bu bir masala hamda. Lekin Iran bor bu yerda. Xo'sh. Iran o nima desangiz islom dunyosiga nisbatan bir ta'sir ko'rsatmaydigan bir kuch. İslam dünyasida Samuel Huntington'niki madaniyatda to'qinishi va dunyo tartibining qayta o'rnatilishi deb 96-yilda yozgan Amerikalik mashhur siyosatchi. Shuning kitobida dünyadagi davlatlarniki urushni nimicha urushlariga yuz berganligini tafsili to'xtalib o'tib, islom dunyosiga yetakchi bo'lgan bir davlat yo'q deb o'tirib qo'ygan. Uning ichida Turkiyani misol olgan, Pokistonni, Saudiya Arabistonni, Ironni misol olgan. Garchi bularda harbiy kuch bor bo'lsa-mu, lekin bularda ideologiya sistemasida yana birisi-birisidan chiqish olmaydigan bir holat bor deb o'tirib qo'ygan. Bu kitobni o'qib baqqan qarindoshlar uni balkim bilganda. Shu demak, hozir bu yerda Iran bor, Turkiyami bor, Pokistonmi bor, Saudiya Arabiston bor. Bu to'rt davlatmi, ya'ni Turkiya mana shu islom dunyosiga yetakchi kuch bo'lmaymiz. Biz bir bayroq ostida bizning atrofimizda yig'ilsa ekan deydigan bir nima bor. Bu yana o'xshash bo'lmagan ziddiyatni keltirib chiqaryapti bu yerda. Bu demak, bu Suriya urushi bu atrofdagi bir o'zlarlam qolib qolmay, siz degandek cho'ng davlatlar o'rtasidagi yang ichidagi urushni tezlashtirib yetib boradi. Bu hamda qavaqda tugaydi buni bilganim. Lekin buning eng negizlik tarafi menimcha shu bir turbi yo'lni talashayotganlik. Shu yo'l kimning qo'liga tushadi, buni kelgusida bilamiz. Bu yani qavaqacha boradi, qanday qildi, uni hech kim bilgan olmaydi. Hem Doktor Erkin Akram bilan suhbat qilmoqdamizda shu o'z vaqtida Rossiyaning qurg'uvchisininki ismini unutganimki. Shu Rossiyaninki agarda Yeltsin emas. Uni eng boshda qurg'uvchi nimasi? Ism keltiramdan. Shu Rossiyaning agar hokimiyatini kuchli saqlab qolish uchun cho'qim issiq dengizda nopozini tiklash kerak bo'lmasa chataqsa, chunki ularning butun muzlab ketgan dengiz hokimiyatida kuchli bo'lish uchun Laziqiyada harbiy basi bor, dengiz armiyasiniki. Shu bu aşağıdan qo'ldan qattiq berib qo'ymaslik uchun shu bu yerda oxirgacha tirikishdi Rossiyani degan tamlar. Xayrimda bu o'zimizniki nimasiga kiraylamdi. Bu Uyg'urlar qanday bo'lib kirib qoldi bu yerga? Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatdi va ko'rsatyapti hozirgacha? Nima ishimiz bor Uyg'urlarning yerda? Biz Suriya urushi bo'lamdi, mayli Misrda bir to'qinish bo'lamdi, mayli Saudiya Arabistonda bo'lamdi, yoki islom dunyosining xosida bo'lsa, bizga ta'sir ko'rsatdi. Nima uchun degan chog'da biz islom diniga e'tiqod qilgan, islom diniga e'tiqod qilganligimizdan o'zimizni islom dinini bizning ro'yimiz deb o'zimizning islom din e'tiqod qilganligimizdan olamcha faxrlangan bir millat biz. Lekin bu yerda Xitoy hozir nima da'vatida, Xitoy kommunistlar nima da'vatida deganda Suriya urushini qandaqdir Bashir Asad mustabid Bashir Asadni yo'qotadigan urush emas, faqat Suriya xalqini vayronchilik soladigan bir urush deb tashviq qilyapti. Endi Bashir Asadni yo'qotadigan urush bu Arab bahorining ta'siridan partilgan desa Xitoy. Unda sen bir mustabid o'g'in sening ishingda bir ish chiqib qolsa, sen mustabidni yo'qotgango deydigan bir qonuniy asos bo'lib qoladi deb Şu bu Bashir Asadni qo'llayapti. Hem Rossiyaga destek beryapti, hem Bashir Asadni qo'llayapti. Endi biz mayidagi islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun bu Xitoy bizga qalamqon tashviq qiladi. Bu yerda nasaralar qo'yib islom dunyosini qarayapti, o'ltiryapti. Islom dunyosining neftini bulatdi. Islom dunyosininki gezini tatib bordi, unda mana qilyapti deb. Bu tashviqotni qilgan ekan, bizning xalqimizning ichida mayli shuni ishonganlar bo'lsin, mayli ishonmaganlar bo'lsin, yoki Xitoyga nisbatan qarshi bo'lib,
bir harbiy ta'lim tarbiya ilishni orzu qiladigan qarindoshlarimiz bo'lsin. Bu urushga berib, mayli u yerda o'lib ketsin yoki u yerda bir harbiy ta'lim tarbiya olsin. Bu bir xil jihad tusidagi bir mazmunga chirib olib bo'ladi. Shuni bu urushga beryapti. Ana degan Xitoy o'zim avatyapti. Bizning vatanimizdan qonunliq yo'ldan chiqqan qarindoshlarimizning ichida bag'alar bek oz menimcha. U yerga berib qolgan bo'lsa, buni Turkiyada yashayotgan tashkilotlar uning mas'ul bo'lishi kerak. Nima uchun deganda har qanday bir Uyg'ur Turkiya orqali borgan bo'lsa, bu Turkiyadagi bu tashkilotlar ular chiqqan sen nereden chiqding, nima ish qilding deb atishlik qilgan bo'lsa, meni buyurib, Qashqarlik qilgan bo'lsa, yana birisini buyurib, ayna qilib uni atrofiga to'plamay, u nerede yursa, uning bilan kar bo'lmaganlik uchun hamda hammadan men bu Xitoyda mana shuni qildim, manda qildim deb chiqishi notayin. Anda chiqib bir hayvoniy ehtiyoj, ya'ni bir qash tamoq bilan bir issiq bir uyda yotadigan bir ehtiyojni Turkiyadan topolmasa, yangiliklar chiqqanda odam hamiz topolmaydi. Bir Türk tili bilmaydi, Turkiyaning sharoitini bilmaydi. U avvalda shu 5 oyga ketib qo'yib Suriya urush aralashib qolsa, bu Turkiyadagi bu tashkilotlar ona mas'ul bo'lishi kerak. Ammo Xitoy o'zi chiqirdi endi buni. Nima ish qilsangiz, u bizda tashviqotga bo'lama islom diniga bo'lgan ishtiyoqimiz nihoyat yuqori. Hozir masalan galaylik Muhammadjanni bir Xitoy bir urib des yutibdi desa, hech kimning kari bo'lmasligi mumkin. Jiqadan buni diqqat qilmasligi mumkin. Lekin bir Xitoy qo'pab bir janimizni ya des yutibdi ya sib qo'yapti desa, uningga hozir oshkor qarshi turamizmi, lekin hamon bir qalbida bir qarshilik ko'milib qoladi xalqimiz. Hamon bir fursat chiqqanda uningga nisbatan sen nima ish qilgandan ma'lumotda qilding. Bu bizningki bir ibodatimizning nimasi tursa deydigan ish chiqadi. Shunga bu Xitoy bu ojizligimizni bilib, o'sha yo'llab, u yerga borgan ekan, u yerda jasadi chiqib qolsa, mana Uyg'urlar terrorchi emasmi? Mana siz pasport bermadi deydi ekan, sizlar bersak o'sha urush qarlashidi. Yani shunda terrorlik voqealarni o'ziga so'ndirib yurib bizga bexatarligimizni tahdid silib atadi. Anda qilib o'tdi, manda qilib o'tirib xalqaro bizni set ko'zdish, terrorchi ko'zdish, asabiy idisbade. Ayda qilish uchun shu yerga yo'llayotgan gap. Endi bu u yerga borgan qarindoshlarimiz-mi? Bu yerga men nima ish borma deydigan ideya yo'q. Bu yerga men o'lilish uchun boramda. Mening vatanim qul tursa, men o'ladigan yer, bu yer tursa, bu yer nima ish qilma deydigan bir xil ideya ya tarbiyam bo'lmagan ekan bo'ladi. Endi u yerga borganlar, ya Xitoyni yo'llab, Xitoy ko'ndigalim u yer o'lgandan keyin xalq jamiyatga men sazoyi qilib, endi jazo lagerini qo'pab, nima deydi desa, ideyani o'zgartiryapmiz deb, shunda bir qonuniy asos tiklash uchun ayda qilyapti. Bu bizga bu bo'lgan bir salbiy ta'siri hamda bu. Bu. Lekin endi buning bir foydali bir ta'siri bor endi. Nima desangiz bu bir narsaning ikki tarafi bo'ladi. Cho'qimli bir ziyon tortib yurg'ashmaydi. Endi buning nima foydali tarafi bor Suriya urushining degan chaqda xalqimiz o'zining nima ish qilish kerakligini tushunish kerak. Bizning islom dinimizda hargiz bir odam o'tda ur chop degan gap yo'q. Sana bir adam zahmi ziyon yetkazsa, uning sen qarshilik ko'rsat degan gap bor. Ammo men qaraganda uni obdan bilasiz. Ammo lekin tinch odamni bakarimki, nima qilib sen uni urib desa, bu qilgan gap yo'q. Masalan, bir pashinim o'ttirib degan gap yo'q menimcha. U xil avvalida bir xalqimiz ideyasida o'yg'onib, o'zining zot nima ish qilib bo'lganligini cho'ng davlatlar o'tirishga munosabatdan nima bo'lganligini obdan bilish kerak. Masalan, bizning Sharq Turkistonning jo'rabiylik o'rnasi intayin muhim bo'lib chiqib o'tadi. Bag'ansa gevdilinib o'tadi bu. Bular Xitoyning bir yo'l bir qurilishini nazariyasini o'tirib qo'ygan ekan. Agar Uyg'ur xalqi bularni chet ellikka Uyg'urlar o'zaro ittifoqlashib, belini mahkam tugsa, xalqaro jamiyatdan bizning istarak o'rnimiz ashunda muhim bo'lgan ekan, Xitoyga nisbatan tikilayotgan shuna bir nozik vaqtda biz o'zaro ittifoqlashib, yaxshi nima harakat qila olsak, belkim Xitoyni bizning Sharq Turkistonda palajavot tushirishimiz mumkin. Suriya urushidan biz shuni ola olamiz, shuna tajriba qila olamiz. Dunyoning har qanday yerining istarak o'rni intayin yuqori. Lekin bizning Sharq Turkistonning istarak o'rni quruqlik jihatdan har qanday tuproqdan afzal. Amerikaliklarningki bir nimining bir maqolasini o'qigan 2008-yili. Yani Şinjan'ın coğrafyalik o'rni deb yozar ekan, ular Şinjan deydi ekan, onunla biz ham de sen Şinjan emas bu mustamlika Sharq Turkiston demaydi ekan mesela. Kim yozuvchilar deysiz. O Amerikaliklar. O shu degan chaqda shu Şinjan degan hamda Sharq Turkistonda. Sharq Turkiston quruqlikdagi dengizdagi Malakka bo'g'zi degan ishni. Dengizdagi Malakka bo'g'zi Sharq Turkiston degan. Shu darajada istak o'rnimiz muhim.
Amerika Xitoyning qabr masjid qazayotgan so'zga leksiyasi dedi u. Hindiston agar dunyoga nisbatan cho'ng bir davlatga obrazini tiklaman deydi ekan, tiklayolmaydi chunki Sharq Turkistonni qo'lga ololmagan deb. Demak, biz shu qarab baqirgan bo'lsak, 1865 yildan tortib 70-gacha Yaqub Bey'inkidan tortib nima qilgan chaqda shu qolgan davlat davlatlar nima uchun cho'ng davlatda o'zgarili yo'q deydi degan chaqda Sharq Turkistonni Angliya olimi deb ololmagan. Chunki Rossiya cheklab qo'ygan. Rossiya olimi deb ololmagan, Angliya cheklab qo'ygan. Oxirgi qo'pab ikkisi yangi Xitoyga bergan. Nemishqa bu istargurni intayin muhim. Qas abqasa shu dunyoga nisbatan jiq ta'sir ko'rsatadi deb. Shunga bu bizning xalqimiz shu Suriya urushida hayajonlanib ketmay, uyga berib ketmay, eng muhimi istaragi o'rnimiz intayin muhim bo'lgan ekan, istaragi o'rniningki dunyodagi cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini, qanday biz foyda ola oladiganligimizni bir tushunsa ekan deydigan maqsad bilan bu suhbatni ilib bordik deb qarayman men. Faqat istaragi o'rnimiz intayin muhim. Buni tushungan vaqtimizda anadan Xitoyninki zade shu Sharq Turkistonda beli o'shtilib ketdi. Xitoyning o'zining o'shtilib ketdi. Hozir Amerika mashonlashqa, G'arb mashonlashqa biz bag'ansa qo'llayotganimi Sharq Turkistonning o'rnining intayin muhim ekanligini. Agar Sharq Turkistonning o'rni bel kesilib ketsa Xitoy barcha tugab ketadi. Ammo shu biz bir texim jalliq harakat qilsak bo'ldi g'ashti. Lekin hozir inshaalloh yaxshi xalqimizning uyg'onishi yaxshi, xalqimizning ittifoqlashi mumkinligini yaxshilab turib, inshaalloh texim yaxshilab ketadi. Deydiğim yani ittifaqlashaylik. Deydiğimiz şu. Bizning qo'limiz ittifaqlashdan bilan anakina erkin akram degandek ideyimizdan, yana tafakkurimizdan boshqa hech nimamiz qolmadi. Shu ishki boyligimizni mahkam tuta olsak, menimcha biz cho'qim mustaqil yashayolamiz deb qarayman. Ko'pdan-ko'p rahmat. Azroq oxirida so'zingizdan oxirida deb o'tdingiz hamda shu Uyg'urlar shu bu Suriya urushidan qanday tajriba olish kerak degan nuqtani kengaytirsak agarda. Qanday konkret bir amaliy ish? Biz bunda Suriya urushida bir narsa yomon diqqat qilgan gap. Cho'ng davlatlar agar manfaat giralishib qolsa, manfaat talish avjab qolsa, hamma hozir bo'ladi. Masalan, biz tinchlikni so'ydigan xalq. Men shunday, men bir odamni urmayman, bir odamni tillamayman. Lekin bu zulm chekiga yetgan chaqda to'shqan odam tishlaydi. Taşmı vakti deb yerilib ketadi. Agar bu Xitoy Kommunist Xitoyning zulm shunda chekiga yetib, haqiqatan bizni cho'rt nafas olmaydigan bir holatga, nima va Jalachin Jongoning biri va osmonda tur yerda qopqon qilamiz, hozir shu holat kelmadimi? Deb shunda qilib, hozir shu holat keldi. Buni unutib qolmadik. Agar Xitoy bilan boshqasi Kommunist Xitoy bilan boshqasi ishlar bir yoqisqishib qilib, menda qilib qolgan bo'lsa, ma Qur'onni at desam men ataman. O chaqdagi mendagi tinchligim tugaydi. Chunki uni Kommunist Xitoy shuni bizni zo'rlab atadi. Agar unda qilmay, chiroyli har qanday ishni qonuniy asosda insonlik nuqtasidan chiqib, xalqaro qonunga bo'ysunib, chiroyli hal qilaylik desa, alhamdulillah, uningga men nayt xo'sh bo'laman, men xo'sh bo'laman, xalqim xo'sh bo'ldi deb qarayman. Agar unda qilmay, hozir bu Uyg'urning qo'lida pichoqligidan tortib, uni ko'zi silib, qassobni qapazga so'yilib ko'rsatqizib, unda qilgan bilan 1 yil qila, 2 yil qila, yo 1 oy qila, yo 6 oy qila. Lekin shu qilayotganning o'zi halqiliq bosqichga kelib qolgan chaqda, shu xalq shu qing'roqni tashib yetib, boshqa qing'roq oladigan holat chiqib qoladi. Masalan, men yozgan kitobda dedim, Tayvan Filippinning burunqi zo'natining Ariyu. Shuning bilan Abe Shinzo agar Jungo urushib qolgan bo'lsa janubingizda, biz bishpay o'q atmay atadigan o'qni mustamlik el xalqining beshig'il tashlab qo'ysa, shu o'zili ititudi bo'ladi degan. Ashunda bo'lib qoladigan avval shakllanib qoladi. Shunga men xalqimizdan har qanday ishga nisbatan ideyatni tayyorlab qilish kerak deb qarayman. Ammo bu deganim mening hargiz urushni tashabbus qilganim emas. Men urushga jon-jahlim bilan qarshi. Chunki insonni Alloh yashasin, bu dunyoni gullandirsin, baravar o'ssin, do'st o'ssin degan. Lekin bu biz do'st o'tili, baravar o'tili degan siri bu Xitoylar bizni qimlig'ini qilmayotadi. Sizchi bu qon bilan elingan, ishg'ol qilingan bir tuproqningki qon bilan bo'lmay turib elinishi, mustaqilligimizga erishishimiz mumkinmi yani? Bu uni Alloh bildi qarang. Xitoydek bir tabiatdagi bir
maxluq yani. Abay birinci programmada ötküzdük. Xitayning qandaq tabiatdagi bir maxluq ekanligini. Bu hargiz chiroyli gapga ya boshqa gapga unamaydi ki bu. Endi o sharoit qistalganda unamaydi qashilmaydi qarang. Sharoit keldi, hammasi unaydi. Unamaydi qashilab qolsa gittir unimiz bo'ldi. Unamaydi qashilab qolsa uning oldida o'tgan imperializm unimiz bo'ldi. Unaydi, unamaydi qashib bo'lmaydi. Sharoit qistab kelgan chaqda har qandayimiz unamiz, unamaydi qashilmaydi. Şu sharoit qistalmaydi ekan, shu cho'ng davlatlar o'tirishga giralishib ketgan manfaat oxir tepishmaydi ekan. Bu bizning ishimiz nima emas. Biz hozir qo'pab urushimiz desak, biz tinchlikni so'ylagan xalq. Men tinchlikni tashabbus qilaman. Ammo Xitoy tinchlikka yanilla yo'l qo'ymay, yanilla o'z bilgan sanamda shuki osmonda to'g'ri yerda qaqqan deb, chet el chiqib ketganini anda qilaman deb, tahdid silib, u qilim, bu qilim deb, uning qarindoshlarini solib, necha million odamni odam qilaversa, u shu ya bir yil qila, ya 6 oy qila, jiqqis bir yil qila, ya 6 oy qila. Ana degan xalqaro jamiyatdan kanal chiqishib qoladigan ishlab qolsa, bizim siqishtirgan shu manbachi dedik-ku. Bizdan tish va bizdan tirnoq bor. Shu vaqt kelgan chaqda ana degan qilgan gap. Hozir xalqimizniki endi buni yana bir programmada tafsiliy tushuntirsak bo'ldi. Ammo hozir ham shu Suriya urushiniki endi xalqimizga eng ko'z turgan ta'siri psixologiya nuqtasidan ko'z turgan ta'sirlarida endi cho'ng davlatlarda urushlar, ma'lumot tanishlik qilib kelsa, anda olib ketamiz, manda olib ketamiz degan mujmal fikr bo'lmaslik kerak. Faqat har qanday yerda bir islom davlatlari ichida bir xil ziddiyat yoki urush talash bo'lib qolsa, Xitoy ham bizni uni chopadi. Hozir professor Abdurashkamov deydi, Xitoy hozir islomni mikrob da'vatida deydi. Buning islom dunyosi karomatida deydi. Albatta. Lekin o'g'lim kari bo'lgan chaq keladi. Kamera ashunmaydi. O'g'lim bu islom dinini mikrob deydigan sening nima asosan bor deydigan ishlar keladi kamera. O taqdirdan chaqisi bir igizda bir past bo'lgan tamomda. Endi bo'ladi, bo'lmaydi hozir. Eng muhimi umidlanmasligimiz, o'zimizni tashlab etmasligimiz, o'zimizga nisbatan ishonchimiz bo'lsa, cho'qim hamma ish bo'ladi. Mush nuqtada ham boshdagi so'zingizdan xato tushunishlar bo'lib qolmasligi uchun hamda mesela Xitoy o'zi avatyapti deb albatta avatyotgani aniq hamda ko'pincha muajiratdagi xalqimiz yoki bag'allar masalan urg'un jafolar bilan shunaqa qilganlar boshqacha tushunib bizni Xitoy avatni deb bu yerga bo'layotgan hammasini albatta pardaning orqasiga eng cho'ng kuch kirituvchi kuch Xitoy ekanligi. Ko'pincha xalqimiz ya'ni biz biladigan, siz taniydigan bu biz jamiyatda ko'rayotgan bu xalqimiz shu soddaligi, niyatining shu sopligi, yaxshiligidan, yaxshi niyatlarni hammasini gapini anglasangiz, yaxshi niyatlarni o'ylab turib, ata vatandan chiqqanda mana shu niyat bilan chiqqanlar ko'pinchisi. Bu gapimiz xato tushunilib qolmasin qadrli qarindoshlar, ekran yuzidagi qarindoshlar deb qo'ygan gap. Endi shu oxirgi kelsak programmaninki shu bugun vatanimizningki ismovat dedingiz endi bu albatta sizning fikringiz, men bunga qo'shilmaslik boshqa bir masala. Tinchlik bilan hal bo'lishi bizning vatanniki. Men shaxsan bir sirtdan bir qarg'uvchi bo'lish sifatim bilan Xitoyningki tabiatini o'nlagan, yuzlagan kishi bilan o'tkazgan suhbat natijasida men tinchlik bilan bizning vatanning ishining hal bo'lishini imkoniyati yo'q deb qarayman-da. Bu bunchaki yani bizning dushmanimiz yani normal bir insonlik tabiati bor bir dushman emas ekan. Tarixidan qarasa, o boshqa millatning o zaten Xitoyning o'zining tabiatida farqliq bo'lgandan uning yuragimi farqliq. Uni cho'qim yo'q bo'lish kerak yoki bo'lmasa menga o'xshash undan maqsad qilib, men nima desam shuni qilib maqsad qilib yashash kerak. Singib ketish kerak. Tamoman Abdurash Qarliqlar o'tkazgan suhbatdami shu narsa deydi. Biz farqliq bo'lganligimiz uchun bizni tamoman eng ashaddiy bir dushman bu ya yo'qolish kerak yoki menga o'xshash bo'lish kerak. Tunguzni yeydigan, Xitoyga o'xshash uslunaydigan bir maxluqlar bo'lish kerak deydigan tabiatdagi bir dushman ekan bizning dushmanimiz. Başqa ishg'ol qilingan zaminlardagi nurg'un musulmon diyorlar ishg'ol qilindiqlik. U ishg'ol qilganlar Xitoyning qilganining mingning birini qilmoqda. Ya zaminni ya boyligini oladi. Olgan bo'lsin, ishg'ol qilib olgan bo'lsin. Bu darajada tamoman asimila qilib yo'q qilib o'tish menda nimasi ozgan ham insonlik bo'yicha boshqa millatdan. Xristian bo'lsin, nima bo'lmasa din bo'lgan ekan, bulardan hech nima bo'lmagan ekan.
bundaq bir tabiatdagi bu ham tarixiy azaliy dushmanimizniki osonlikcha chiroyli shirani ustida siz degandek bir alayil bir ish bo'lib ashundaq bir ishlarga majbur bo'lib shirani ustiga kelib suhbatlashadigan ahvol kelmasa yaqin tariximizda normal yo'l bilan bo'lishi ehtimoli yo'q deb qarayman-da. Bu ikkinchi masala. Andiki siz shu bugungi vatanimizdagi umumiy vaziyatga shunday qarasangiz hozir harbiy ba'zilarning o'rlashtirishini ayrim suhbat qilaylik dedingiz. Chunki shu qadar zich kichkina bir 15 kilometrlik ustuna atishningki nemisini o'tgan soatlik programmasi dedingiz hamda. Shu darajada qo'rshab bo'lgan bizni. Bugun vatanimizda hech qanday bir tingidak yoki bo'lmasa bir Xitoyga deyoladigan bir erkishni qo'ymagan darajada bu axborotlarda kunda xabar beryapmiz. Ya shunda inson qanmagan darajada yo'qotadi hamda. Hammasini ichiga kirib yo qiyin qisqalar yo'q qilib yoki shu mingisini yuyib shu yerda nurg'on ishlar elib beradi. Xalqimizga ma'lum bu ishlar. Shundoq bir sharoitda va uzluksiz xalqaroning shunchalik besim bo'lishiga qaramay buni shaqqida o'riblam yuzini o'rib bu kasb o'timiz deb buni to'xtamay tashviq qilyapti. Shunday bir sharoitda yashayapmiz. Ya'ni Xitoy bir qadam orqaga chekilmadi bo'layotgan besimlardan va hozirgi ko'rinishda tamoman bizni shu yo'q qilish qarab menyapti. Vatanning ichining ahvoli ichidan bir Urumchi voqeasiga o'xshash yoki bo'lmasa boshqa bir g'uljidagi ishlarga o'xshash xalqdan ichidan qo'zg'alib chiqib bir Xitoyga qarshi harakat qilish imkoniyati yo'qdek ko'rinyapti sohada maydonda. Bundoq bir sharoitda siz chet eldagi tashkilotlarning, chet eldagi kuchlarning intayin muhimligini so'zladingiz o'tgan soatda. Biz asosli yadro deb. Qanday yadro bo'lamiz masalan biz xalqimizningki mushu sharoitdan ham bir tarafdan umidsizlik va nurg'on xalqimiz qanday chiqish yo'li va bizga ham bu darajada ketdik. Bu mana masalan biz tariximiz qarab boqaylik. 1933-yilda qurilgan Sharq Turkiston 1933-yil. 1933-yilda qurilgan Sharq Turkistonda Sabit Damallan boshchiligida qurildi. Unda u chog'dagi xalqimizning holi qandaqdi? Unaga izlanib baqalabanmi? U chog'dagi holat hozirgidan farq emas. Hozirgidan jiq farq emas. Mening his qilishimcha. Chunki shu chog'dagi nadan jahildi-da. Yo'q, bizning xalq nadan jahil emas. Men xalqimni hargiz nadan deganga yomon o'ch. Jahillikqa men o umumiy xalq sifatida demadim. Biz shunda qoldirilgan shu zamondagi mayli uni oldiki ishonchsiz bo'lsin, uni oldiki kofirlar bo'lsin, bizni shunda nurg'un xurofotliklarga patqizib o'tgan din nomidan mayli Appa Xo'ja davrida bo'lsin, ishqib ichimizdan nurg'un xalqni bir yangi bir fikriga yetaklab mang'uvchilarning hammasini dushman ko'rgan. Ashunda bir davrda hamda shu sharoitlardan bir nima qo'pildi. 49-yil bostirib kirilgandan keyin biz Xitoy umumiy vatanimizga biz boshqa bir echinishli tarixni beshimizdan o'tkazib bugungi kuniga 70 yilga kelib qoldik hozir. Bu davrdan hargiz u davrni selishtirish. Men masalan shu davrdagi xalqimizni desak, shu qurilgan Sharq Turkistonni 1930-yil davlatimizning nomini eslik keltirdi-ku, 30-yil. Shu chaqda qanday shu chaqda xalqimizning qo'li qurol yo'qdi. Shu chaqda shunday iskenchi batdi. Hozir nimada? U chaqda Uyg'urlar chet elga chiqishni, chet elga hozirgidek ko'lamlashib, hozirgi chet eldagi Uyg'urlarimizda mush fursatni g'animat bildigan ish yo'q. Nima desam, turli sabab bor uni nisbatan. U vaqtidagi-chi. Shunday sharoit ostidami? Ya'ni shu vaqtda davlatimiz asli keltirgan. Nimishqa chet elning kuchlari shu vaqtdagi masalan Sovet ittifoqi bo'lamdi shu vaqtida. Yoki Angliya bo'lamdi. Asli keltirganmi, yangi qurganmi? Asli keltirgan, biz azalda mustaqil yashab kelgan. Sharq Cumhuriyet tuzilmasida. Cumhuriyet tuzilmasida Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti dunyo tarixida tunji qatim biz Islom Cumhuriyet nomida uningda burun podshohlik, xandonlik davrlarini uni hisoblamadim bu yerda. Ammo yangi dunyo sistemasida jumhuriyatlar ham millatga ham millat o'zi ayrim davlat quradigan sistemaga o'zgargandan keyin bu davrda qurilgan dunyoda tunji qatim Islom Cumhuriyeti qurib ata ajdodlarimiz buni qurib ekanlar. Shu vaqtdagi ajdodlarimizdimi? Shu vaqtdami chet el nimalari davlatlar qo'llagan. 1944-yilda Uyg'urlar nim qilmagan, baka u o'zimiz unimi Sovet ittifoqi o'zi qo'llagan. Shu vaqtda davlatimizni nomini esli keltirgan. Keyin yana o'zi bostirib o'tgan bilan. U vaqtda qanday qilgan?
vaqtidami shu gerçek Xitoy tinchlik yo'liga yoki shu vaqtdagi Gomindan tinchlik yo'liga u bo'lib kelmagan bo'lsinmi, ammo yana biz nima qila olgan. Demak, xalqaro davlatning manfaati giralashgan vaqtida ma chet eldagi lag'aylab жүрген mendek u bo'lsin hammani makal qurol tuta olamsan, qurol tuta olsang mayli qurol bor. Yoki ma o'qiy olamsan, mana o'qiy ol. Yo ma gapni deya olamsan, de deydigan odam chiqadi. Chiqmaydi, g'ashmaydi. Yetimning igisi qoladi, qarang. Buni men demisam bor. Yetim bolaning igisi. Yana bir jihatdan o vaqtida millatimizniki nima bo'lmasa, mayli til jihatdan bo'lsin, o'rip jihatdan bo'lsin, buzilmagan vaqt. Hozir hamda birinchi hamda tili chiqmagan bolalarimizni akitib Xitoy qilyapti hamda. Ya'ni balkim mushundoq davom qilsa, ko'pincha xalqimizning ba'zi umidsizlik qilishi sababi bo'sh emas. Agarda 5-10 yilda davom qilsa, atgun biz bo'lsak bizni tunimaydigan avlodlarimiz bizning oldimizga chiqishi mumkin. Ya, degan mas sistemda davom qilsa hozir bizning hozirgi lagerda tutilib ketgan atgun lagerdan chiqqan ota-onasi tirik chiqib qolsa, shularning bolalari uni tunmasligi mumkin ota-onasini. Chunki xitoylashtiriladi hozir. Ya, u deganingiz to'g'ri. Lekin Xitoymi oxir bosqich berib qolganlik uchun shuna qilyapti-da. Bo'lmasa jon talashayotganlikdan shuna qilayotgan gap. Masalan, siz bir nima qilib beqing, shashqanni tutib boshqa qo'yib bir shashqan tishlaydi. Shashqan hozir qo'yib beqing, harakat ishlamaydi. U sizni ko'z qachadi. Shu jon talashganlikdan bo'ladi. Umi jon talashayotdi, bizmi jon talashayotgan holatda bo'layapmiz. Bizda hozir nima bor? Biz bunaqa programmada tafsiliy to'xtalaylik mana endi. Bizda umidsizish bor. Chuvalchaqlik haddan ziyod ig'ir bizda. Masalan, xalqimiz ondalatdi, mandalat. Bu reallikni e'tirof qilishning o'zi bir g'alaba. Qarang, mush uy qop-qarang'i bo'lsa-mu, jinnichilik yo'rug'lik tushsa, mush uydagi narsani eplab izlab tep bag'ini bo'ladi. Lekin shunchalik yo'rug'lik bo'lmasa, sizda shunchalik umid bo'lmasa, u sizda umid tugaydi. Men deyman-ku, o'tgan suhbatimda. Zo'zong tangmi butunlay qirib etgan. Javxuymi uning oldida chiqqan. Umi qirib etgan. Yana biz ko'klab chiqdik. Yana chiqamiz. Chunki bir millatning yo'qolib ketishi, millat o'zidagi qiynidagi vujudidagi ejoddan kelgan ruhni yo'qotib o'tganda yo'qolib ketadi. Masalan, sigallik. Shu millat taslim bo'lganda yo'qoldi. Ha, yo'qoldi. Bo'lmasa hargiz yo'qolmaydi. Masalan, galaylik, vatandagi zulm avib ketib bordi. Hozir kunni odam o'sha tasavvur qilolmaydi. Hozir o'sha insoniyat tarix qilib, o'sha bir davr kelgan chaqda munda bo'lib ketadi. Lekin o'ylab beqing, Allah yana va chet ellik Uyg'urning harakatini jonlantiryapti. Hozir chet ellik Uyg'urlar shu g'azab nafratni teshib bir holatga keldi. Ifodalab portlab chiqolmayotgan bo'lsa-mu, portlab chiqaysa nega chiqishini bilmayotgan, shundoq bir holatga kelib qoldi. Buni nima deymiz? Bumi bir fursat. Masalan, bizda Xitoyniki ochilishlik bir ig'ir kunga yana biz qolmadik. Ashuna tarixiga qarab qolajman. Biz sharqni kasal ko'pillari deb nom oldi ular. Sharqning maynatlari, axlatlari deb nom olgan. Ashuna kinolarda bor. Ashuna tarix. Bizda unda kun qolmadik, hech kim Uyg'ur maynatlari, Uyg'ur axlatlari demagan. Biz nimishqa ruhimizni tashlab etamiz? Nimishqa umidsizlanamiz? Nimishqa insonligimiz bo'yicha maydimizni tik ko'tarib turib, jafo mushaqqatga hammasini dadil yuzlanib turib, reallikni qabul qilishning o'zimi reallikda ustidan kelish bo'ladi. Reallikni o'zgartiramiz. G'ulom Osmon akam bir so'ziga leksiyasida manda dedi. Leylinning qilgan gapini. Qulni 3 xilga ayirgan dedi Leylin. Birinchisi o'zining qul ekanligini bilib turib, bo'yab berib yashagan qullar. Ikkinchisi o'zining qul ekanligini bilib, qullikdan qutulish uchun harakat qilyotgan. Uchinchisi qullikqa qat'iy bo'y bermaganlar dedi. Biz qullikqa bo'y bermasak hech kim qila olmaydi. Giltirna manda gap. Har qandaq urush, zamonaviy urush mashinlarimi idis o'yga qadamni bostirib etmaydi. O Yahudilar isbotlandi. 2000 yil qul bo'lib, sarsam bo'lib, dunyoning hamma terilib, 216 xil til Falastin Isroil davlati terilgan vaqtida 216 xil tildan nim qilgan. Shu birisini demak 216 odam kelsa, biz gapini bilmaydi. Yahudi ammo tili bor. Hozir bizda unchilar bo'lib ketmadi-ku. Nima umidsizlanish shu? Qo'rqmaslik kerak. Bu beshimiz keldi fojia. Biz qulluqqa nisbatan qarshilik turdik, lekin qarshilik turish usulimiz, shaklimiz, jasoratimiz o'xshash bo'lmadi. Shunlashqa bu avjilib ketib bordi. Chunqurlashib ketib bordi. To'g'ri. Eng muhimi bizda bilishga tegishli narsani bilmayapmiz. Masalan, galaylik, men adabiyot kasbida o'qidim.
Men yızıqçılık qila alsam, yızıqçılık qiladigan, yazmoqchi bo'lgan narsamizni bilmayapmiz. Masalan qalaylik. Hozir dаңlıq yazğıçılarımız, alimlarımız, baylarımız hemmimiz tutub ketdi go. 37-yilda tutub ketgan go. Onun aldı bizi bir tarixiy savoq ba. Eshekmi bir qitim chiqib ketgan edim, putuni ikkinchi qitim olmaydi. Lekin yani şunun kelgan chaqda shu yazğıçılar, shu baylar, shular ibrat olmagan. Mesela Ürümçi şu tiniş namayişini Xitayda qanlıq bastırıp neçe 30 mingdek Uyg'urni yo'q desa, ziyolilar, olimlar qo'pab, professorlar qo'pab, ochlar terrorchi. Oğlu hükümetimizga qarshi turdi. U bo'ldi dedi. Ardın 8 yil o'tib, 9 yil o'tib, o'g'li yo'qoldi. Shunda bo'ldi-ku mana. Albatta. Shu 37-yili shunda baylini yo'qotdi, ziyolilarni yo'qotdi. Yana qolib qolgan ziyolilar nim dedi. O'g'lini tiladi. 44-yilga kelgan chaqda qanday bo'ldi? Şansı emmisini jo'shtirib, jandı jon o'qoqni bir o'chib ketdi. Nemishga ibrat olmaymiz tarixda. Ma bekondan bir gap bor. Tarix degan bir ig'ir yukni so'rab men o'tgan kiyimiga o'xshaydi. Tarixdan ibrat olmaganlar tarixning chaqida mijilib ketadi deydi. Bu nemishga biz nem qilmaymiz. Anadagi ma Portugaliyalik dаңlıq ma nimba, Siponzava ma Portugaliyada yashagan qarindoshlarimiz bildi. Buna bir gap bor. Men Muşu insanlık Allah bergen insanlıkın insandek yaşashni xohlamay boshqa qul bo'lib o'tganlardan intay nafratlanma degan bir gap bor. Demak biz qulluqni o'zimiz qabul qilyapmiz. Manda desak biz qarshilik turmudik deganlik emas, qarshilik turibmiz. Lekin sistemlik emas qarshiliklarimiz. Hozir biz mesela Suriya urushidagi balay ofatni datimiz-ku. Ashundaq urush bo'lasimi, ya'ni Suriya xalqi yashayotadi eshada. Ular hazır bunu aldır bomba düşken bolsa, qoqqan bolsa, hazır bomba düşmese qoqqaydigan bo'lib qoldi. Shu holatda, ya'ni yashayotadi. Bizning hazır facialigimiz Suriya xalqidan ig'ir. Nemishqa bir yerga bir suriyalik kessa, nalik sen suriyalik deydi. Onu o'zini tanishtirishning hojati yo'q. Men suriyalik desam, suriyalik davlat ba. Siz bizga berib beqing. Turkiyaninki mesela men yashayotgan yerga berib beqing. Men Uyg'ur Türk, Doğu Türkistanlik. Doğu Türkistan neresi? Türkmenistan. Nerede? Haritinin nerede? Deydi. Onun siz tepsili jurnalistin jurnal düşündüğümüzseniz olmaydı. Öyle bakın biz qanday holatda? Biz onu düşünüşümüz gerek. Reallıqni itiraf qilishning o'zi reallıqdan qutulishga qalab o'zlanganlik bo'lamiz. Bizde ming qirilib ketaylik, ming chepilib ketaylik, nim bo'lib ketishimizdan qat'iyligi nazar bir narsa bo'lish kerakki, bizdan ajdodimizdan qolgan bir mustaqil yashagan bir ruh bor, azaldan bor. Shu ruh yutmasa, ana degan Erkin Akram Kamal qancha bilsan kishimiz bordi? Ba, u vaqtga hammamiz chiqdi, uni portlab chiqdi. Masalan, ma Stalinning bir gapi bor. Agar Uyg'urdan askarim bo'lsa, Yaponchadan planchim bo'lsa, Rusdan generalim bo'lsa, butun dunyoni besib olaman deydigan. O'ylab bakın Uyg'urdan askarim bo'lsa, bu bekodim deyilib qolgan gap emas. Şu ikki dunyo urushi Uyg'urlarniki shu ikki sepda urushib, Uyg'ur o'zimizning ahmoqlik qilgan. Birisi 1918 yilda shu yerlik millatchilarni yo'qtimiz deb Leninlar. Shunda qatl tam elib bo'lganda Yevropaga ketib ketgan Uyg'urlar. Andan keyin 1941-yili Sovet İttifaqı bilan Gitlerni urush qilgancha faşistlar Yevropalik Uyg'urlarni asliga Gitler yig'ib, men sizlarga davlatni asliga keltiribman deb, ularni yig'ib mal urushgan gap. Stalin biz alni yansaqsizlarni biz vatanini qaytaribman deb bo'lni urushgan gap. Mana ikki urushgan ashunda biz. Ma bizda nima yo'q. Hozir ishonch yo'q. Hozir hammalarni bir xil qo'rqash. Hozir masalan manda bir bakin. Turkiyada va Xitoylar manda dosya tuzibdi. Mamchanning manda jinoyat o'tkazgan. Ani qilgan, mani qilgan deb hozir Turkiya hukumatiga buni sunibdi. Turkiya hukumati tutishga boshlabdi deydigan gap taqab ketibdi. Qo'rqinish veymi? O'shunda dekudikda, voy nimadan qo'rqsan? Qo'rqdek nimamiz qoldi? Nimamiz qoldi siz o'ylab baqa. Maydonni tik tutib yasha. Qo'rqma, batur bo'l. Boshqa kelganda batur degan gap bor. O'zini tutar, mana meni tutma desa, hemen tutgan bo'lsang, Turkiya degan bir o'zi bir mustaqil davlat. Hargiz bir Xitoyning mustamlikasi emas, Xitoy kommunistlarining bu. U nimda shuni qilib qo'ygan. Unda sen bu menda jinoyat o'tgan bo'lsa, nima shunga gomorozdan chiqarib etding, sen nima mana o'zi berdan, sen nima buni olim kitobda o'qitding demamda. Bu qonunlar bor. Sen bu Turkiyaning qonuni bo'ysunib xotirjam yasha ve.
Yaman 5-nji gün çıkıp kalsa Türkiye'deki teşkilatlar yıkıntı, kolağından pul bijmoçunun 1 pon 1 liradan oşqos iyanı qıl. 5 gün bolsun burun azatlık erişimiz. Şunun şuulu serip kılıdı. Küçüğünüz küçüğünü qat, yıkıntı, yığıntılары qatnaş. Sen işim kılanmaydı, sana bir ilgi çıkıdı, bir ammaviy teşkilat bolğanken o sana ilgi çıkıdı. Ondan jirak turelep, meni o kös, Uygur kös, o bulap kalan bu Uygur kös resim tatilip, onu kılam kelep, bizini görüp, sayısını görüp qeşip жүрсе, o Uygur müstakil yaşamaydı. O Uygur'un özüdeki gap o. Mesela biz ama işte Türklik qarindoshlarimiz var. Deydi başla. Biz Türkiye 3 yıl deymiz, ay jitip o'tirgan bo'lsa o'rnimizdan qipana jug'urib chiqamiz deydi. Biz hozir Sharq Turkiston uchun deganlardan qechib o'tadi nurg'u Uyg'urlar. Qava qachidi, ne qachidi Alloh biladi. Shularning mo shu bir kun o'rnidan turdi, yig'iladi, keladi, kelmaydi, ashunmaydi. Hamma odam xorliqda, hamma odam kichkindalik qiladi, yashagisi kelmaydi. O şu ümmet, en mühim ümmet. Ma o Avustraliyalik mashhur dunyoda uchun olimlar birsaydi, Feryod. Yuşur analizasi. İnsan 1% ümmet olsa dünyani vayron qilib dünyani o'zgartiradi degan gap. Bizde 1% ümmet bo'lsa, vatanga nisbatan talpinish. Biz cho'qimdan qilamiz. Men har kun kech yotirigan vaqtimda, ey mehribon shafqatli Allah. Mikrofon tegib. Ey mehribon shafqatli Allah. Bugun vatanimni bitushay. Ertə bugünkü hayatım meni tugdi. Ertə bir yomon bir yaxshi bir sada anglay. Hech bir ruhli qo'pay deb yotdim. Aşınca ümit bulaş gerek. Sizde mende ümit olğaç biz mayda oturatırız. Bolmasa bizim iş düşüp vaktimiz yok. Evet. Manda. Şu ümit en mühim şey, en mühim ümit, en mühim ittifaqlı şey. Xalqning özünün 5 gün çıkıp qalganda teşkilatına yana kelelep, özünün 5 gün ketken çağda teşkilatdan qeşip жүрсе, o teşkilat möbret tarix qilmaydi. O iş mi axmaydı. Qiladiganni qilish kerak, qilmaydiganni qilmaslik kerak. Qarang, şu men ishlayman. Bana jiq pul vermeydi, 40 lira 50 lira verdi. Bir gün patron bilan paranglashib qoldik. Patron dedi go. Sen Amerikaga chiqishni xohlamsan, Turkiyada qilishni xohlamsan dedi. Men hech qani xohlamay, vatanga hozir chiqishni xohlaman. Sen nimishqa vataningda anda tursa, mana tursa dedi. Shu vatanimda men hech vaqt o'lishni xohlaman. İnsan o'z tug'laydi, o'z o'lishni xohlaydi. Nima qilaman men bu yerda chiqib? Men bir qardim, meni shu o'zimning tuproqida yaylab yotgan bor mening. Desem ki qaylab sen chin inson ekansan. Misal bizda shunchalik ruh bo'lsa, cho'qim nishonga yetamiz, yetmaydi qachonmaydi. Shu Xitoyning o'zima shu Ko'mas Xitoyning ajdodlarimi sharqning kasal ko'pilari, sharqning axlatlari deb hattoki o'zining ishlagan kinolariga qarab baqaylik, masalan galaylik. Chin degan kinolar va Xo'yanjan degan kino. Bu bag'chiga bilan Xitoycha bo'lmaydi deb bizda shu darajada haqoratliklar hozir dunyoning ikkinchi super kuchiga aylanyapti. Ve bizde o gün kalmadı yok. Bizden en mühim nimimiz var desek, yüzümüz var. Enandikin Rabbimiz, Allah'ımız var, mübarek İslam dinimiz var, mukaddes dinimiz. Biz nimeden bu işimiz geldi buraya. Bunu kabul kılımız. Çokum karşı duruşunun yollarını izleyişimiz gerekti. Abay emdim şeyde siz biraz burun söyleyip ötmemişim. Ziyadilerin kim öz vaxtida Ürümçi katliamı yüz bergen vaxtida çünkü ola halkı özüne halk öldürülgen vaxtida vay ular terörçi deb hükümet taraf to'g'alaniki bugun hammasi shu yozuvchilar o'chi hammasi Xitoyniki temir tapın astida ezildi yo'q bo'ldi deb shundadingiz ba'zi menda fikrlar bor masalan biz Xitoyning shundoq istilosiga tushib qolib bu kunni shundoq bir vahshiy kunni ko'rishimizga bizning millatcha yani bütün millet namından ötküzgen keçirilmez hatalıkımızdan bedelini ödeyatımız bir yer. Çünkü hiç kandak bir tarihte işgalci bir yersinden bir zeminle besvalmen de fikirse kıtık kaymakını açıkıp onu kütüp aldığın öz yemeyen neslen işgalcinin başka bir kafir işgalcilerini kütüp edip karşı aldığın. Hiç olmasa uğraşıp yenilip kalıp besvası mı? Anda özü çavakçılıp karşı aldığın bir millet olmayan tarihte. Biz özümüz başlap çıktık. Karşı edip özümüz ayında kütüp aldık. Bu bir iğir bir keçirilmez cinayet. Onun kendinden yüz bergen onlarca, yüzlerce şu Xitoy karşı hareketlerde şu halk hareket kılıcılarını emas, yani şu hakimiyet tarafta durup onu qo'llab berganligi edi. Ürümçi vakası katliamının kendi gapnim dediniz. Muşni hala ötküzüyotimiz ve hala bugün kunda muşunchilik bo'lib ketgan davrda
mesela mayli guvohlik berayotganlar bo'lsin yoki mush kundami ham xuddi bir ertaga bir siyosat o'zgarib qolib qolsa yana vatanga qaytsam bo'ldi deb Xitoydan umid kutadigan siyosatning o'zgarib qolishini shuni umid kutib hech qanday inson aralashmay jimit o'zini ishini qilib yuradigan shunda Uyg'ur degan ism Uyg'ur shunda insonlar hali ham bor. Shuning uchun biz bu millatimizning o'tkazgan xatolik ig'ir bo'lganligi uchun biz de shu haqiqiy erkinlikka, hurlikka biz de loyiq emas. Shuning uchun bunda ezilyapmiz degan fikrga qana qaraysiz? U qaraganda bu xatolik ras bizda o'tgan. Nemishqa desangiz, mana u fransiyalik bir yozuvchi va insonlar rezillikning manbasi deydigan kitob. Rezillikning manbasi. İnsanlar rezillikning manbasi. Shuningda bir gapni qildi, viziyammo edi, yodimdan chiqibdi. Har qanday balo qazani inson o'ziga chillab keldi deb. Har qanday balo qazani inson o'ziga chillab keldi deb. Alloh hargiz bermaydi deb. Qur'onda kim yani oyatimizda inson o'ziga o'zi qildi. Shu demak bizning qilayotgan ishlarimiz hozir hammani o'zimiz sababchi. Dedi-ku o da söhbetdim. Rus xalqlarining bir maqolasini dedi-ku edi. Bir odam o'zining taqdirini o'zi saqlamasa boshqalar soqidi deb. Bizning mushunda kun qolib qilishimizdagi sababda nima desangiz ziyolilar qismidagi mas'uliyat yomon. Ig'ir mas'uliyatsizlik bo'ladi. Tarix hargiz ko'tarib qo'pmog'idek darajada tarixiy jinoyat va ularningki. Bir odam o'zi uchun tug'iladi, lekin millat uchun, xalq uchun yashaydi. Bir odam ata-onasi bu dunyoga o'zining ko'nglini xo'sh qilish uchun uni bu dunyoga kelmaydi. Bir millatga xalq uchun xizmat qilsa ekan deb aytiladi. Demak, ularcha unda qilmagan. Hozirm chetel shunda ekan. Masalan, galaylik, Nurmuhammad Yaponiyadagi Nur Hashim akimizmi? Turmuhammad Hashim akim Yaponiyada nurg'a olim bor deydi, Uyg'ur olimlari. Yanaki hattoki Angliyadan bor deb angladim. Dunyoning har qaysi yerlarida bor ekan. Men o'to'rliq ashunda olimlarimizdan chiqqanligidan xush bo'ldim, faxrlandim, millatimizning haqiqatan ideyasini o'yg'aq bu ilm fanini so'ylanligidan xush bo'ldim. Lekin millating qul tursa, millating izlab hozir girdab berib kelayotsa, sen nima ish qilyapsa? Sening bir shig'iz gapingga xalqing shu darajada ehtiyoj tursa, sen qachon yashaysan? Hozir men Turkiyada nurg'un Uyg'urlar bor. Men o'tgan leksiya dedim-ku, turk tilida bir gap ekan. Vataniga nisbatan 100 kilomegan yashaganlar avlod nima qildi? Haqoratchi yashaydi degan bir xalqning gapi ekan. Shunda avvalda tursa, ular nima qildi? Masalan, men shuhrat mutallibkamni bizning demoqchi emasman. Shunda katta olim chiqqanligini faxrlanaman. Lekin shu odamni bir ikki qiz nima uchun gap qilmaydi? Shu Uyg'urg'u. U maymundan insoniyatni qutqizaman, insoniyatning kasallikini oldini olaman deydi. Oyat necha million inson o'lib ketib bordi. Qanchasi shu tadqiqotda unchalik insonni qutqizib qololmas. U odam nima qilmaydi? Nima qilsa sizlar mendek o'qimagandan tayini yo'q, odamlar zimmasiga tushib qoladi bu mas'uliyat. Nima uchun ular nima qilmaydi? Ni baylarimiz bor. O'tgan tarixdan o'tgan shu taza halqalıq vaqtda jini turmuş ekan, hamma bayni urib o'tirib, yig'ishtirib, mollarini yig'ishtirib etgan. Hozir shunda qilib etdimda. Yana chet eldagi baylar nima ish o'yg'onmaydi. Qachon shunda so'rashib yurdi. Qachon xalqning oldida mening vatanim madde yoki o'tde balam sening vataning madde deb shikig'iz bir yuraklab gap qilib, bir insondek insonlik qimmati bilan ulug' Alloh yaratgan, ulug' Alloh bergan o'zidagi vujudidagi bir kuchni jazo qilib yashamaydi ular. U qachon shunda yuraverdi. Hozir mesela men Doğu Turkistonlik deb yashayman mayda. Men Afg'onistonlik deb yashayolmayman ming'illikda. Yo men turk deb yashayolmayman. Bizning degan kimligimizda vatansiz deb bor. Shunda bir ig'ir haqoratni ko'tarib yashaymiz emasmi? Bu qachon o'yg'onmaydi ular. O ziyolilar mesela shunda biz bir cho'ngroq bir namoyish bo'lib qolsa, uni Xitoy bostusini keyinda uni tillab bersa. Bu milletning hali nima bo'ladi? Ular serkiladi nemdi. Biz ziyoli deganga bir millatni tutib turgan turk. U turk o'zining rolini joriy qildirmasa o'rilib ketadi u. Bu bir mas'uliyatdan qochish, uni hech kim kechirmaydi. Einstein dunyodagi 3 chong olimning birisi. Bu nima insoniyat 3 chong olimning birisi bo'la oladi. Bundan keyin o'tirib qo'ygan nazariyasilarga unda bo'lib ketgani yo'q. Eng muhimi Yahudi millatiningki davlatini qo'lga ilishga nisbatan siyosiy jihatdan g'oyat zo'r xizmat qilgan.
Dünya bu tarafının oylaşılgan gap bunu. Bunun yaratkan tarnelik nezariyasından emas, en mühimi o tarafı maqalaydigan gap. Şoňlaşqa onu dünya üç çoň adamdan birisi dep nim kıldıran gap, hörmetleydigan gap. Nimeşe onu Amerikalık demeydi. Nimeşe onu yani şu İsrail'e, Fransa, İsrail'e Yahudi alimi deydi. Amerika alimi demeydi yani hiç kim. Demek aş dövletini qutquzuş üçün şu kadar güç çıqagan adammış. Mo bizden alimlerimiz şu. Kaçan men sözlep жүрмөн ýa-da ya başgalar sözlep жүрdi. Bizden bilimimizden şu bilginimiz bir 4-5 kitap okuyup çıkartmız. Bu gepni anlaydiganlar çağılık, anlamaydiganlar ba. Ular dep qaqsuna. Dünya titreydi emesmi? Şoňlaşqa bu millet şu muşunda bolmay kanda bolmaz. Kaçan men amamız bolam, o bilgini bolmaylar inşallah. Hazır meselen galaylyk qyrindaşlarymyz diýler. Kazakistan, Kırgızstan, Özbekistan diýler. Mustaqil namı ba. Mustaqil döwlet. Lekin aşıldım neçe 100 000 adam tutup ötüp bardy. Şulum bir iki kız gep kılanmay atydy. Endi onu kandak döwlet diýen boldy endi. Men bu ýerde onu hakaret kılgym emas. Ama men bu ýerde açlygy içine atman. Hazır meselen bir Türk, ne bir Germaniýada ýaşap atkan bir Türk, ne Germaniýa hökümeti manda tutup içirip kanunsuz ya sakçılı bir işgaça sapdı, ya içirip mayı bir gün qamak koyup dep baksunmuş. Türkiýedeki hem Türklerin kozgulup Germaniýanyňki kozulgansyn çıkıp ketsin bu ýerden. Çıkıp ketsin diýiş ýaraýdy mala. Şoňlaşqa Türkiýe dünýä şijaatlik millet dep namagan Türkler. Bu biz özümizde çık severlik ba. Biz meselen goýlap bakaýly, çet elde weten dawasy kılıp atymyz 70 ýyl boýy ýykylaşdyrmyz kul kıygynyga. 75 kitap yazdykmy? Bir ýylda birden. 35 kitap yazdykmy? 2 ýylda birden. Hiç mi yazmadık? Yazganlarımız naat az. O bizde hiç kanda tecrübeden de toplanıp kelmep atkan gap. Emniyet şunda boluş gerek o. Ha. Hiç bana 2 ýylda bizden 5 kitap yaz, 35 kitap yazılsa, bu ýylda birde yazılsa, 2013-nji manda kıldı. Manda siyaset yürgüzdi, manda adamlarını tuttu, mayık mani kıldı, mayık mağribi bazını kuruttu. Bunun da ma plan bar dep şunda sistemler düşündirilip gelse, bizim nurulgun tecrübe ýygylap gitmez. Enerken hareketimiz pişip madı. Bizde onda iş yok. Hazır meselen galaylyk. Men bayı size depedim. Men okutmen. Okuş jarayanda Abdurrahim ulu alımımız, şairimiz Abdurrahim Ötkörniki bir robaysını. Mecnun talqadını egip mulayim, su bergen östengep berdi o tazım. Aqsut berip östergen ana aldıda burçumuz kançılık oylaylı dayım degen şiirini men türkçeге tercüm kılıp kılanmay. Ayalımız ikimiz eplep tercüm kılıp onu okup edim. Biz hem döwlet tilden kelgen okuwçylyk hem diýdi. Men tümerdim okumadım, kısa şeraýatym ýaxşy emas. Şu onu okup bersem ele okusyny gözüne ýaş çykyp ketdi. Muşundaq alim barmy? Munda şiir yazgan adam barmy dedi. Emniyette Abdurrahim Ötkörnüň yazgan şiirlerinden içinde menimçe normallyrak da. Onundan isli rubaýylary bar. Meniň ýadyma şu kap. Nimişki 70 ýyl müşahede şu Türkiýede mesela särýetkerden bolup ýaşap atymyz. Eň yıldızımız Türkiýede başta tartılgan. Peşkadam inqilabçımız Muhammed Emin Borahan, Yusuf Esa, akıllarımız Mişe çıkıp ola yatqa yer cennet olsun. Mişe yıldız tatqanmız. Mişe çıkıp 4 başı roman kitabımız bir Türk tiliga tercüm kılınıp be. Unda qymmaly. Nimicik teşkilatçık, nim üçün bunu qılmaydı? Hemmelen siyasi dätimiz. Hemmelen şu iş qarış yaparımız. Qılıdğa iş yamancık. Odan dedi Abdurrahim profesör Abdurrahim. Tibbi saqlyk saqlaş jihatdan, kanuny mesele beriş jihatdan muşunda bir hizmet bolýar. Bu işlerini nimiş qılmaydı? Meselen galaylyk Türk halky tenterbiýegine aýt ähmet bereken. Tenterbiýene hemme türge. Senetgine aýt ähmet bereken. Bizning dünýä medeniyet mirasla kamusygy çigen BDT tarapydan 12 mukamymyz bar. Bu Türkiýedeki bir teşkilat. Şunun qıp senetçilden bir 12 gemin terbiýelep Türkiýanyň hemme vilayatlary gapyryp halyk meýdanda anda oýan goýup berse bu katlyk ýaxşy şu katda bu. Men meselen gaşy işlätgän okutga ýerimde işlätgän ýerde ama seniň nime hazırlaňyl bar diýdi. Men tordan geçip köýsdüm tutdalen temberni. Oy ejep güzel çaldy ki ejep moňluk çykan bulan saz bu. Elektroluk sazım diýdi. Oy ýak bu şu nimedelik saz. Tarlyk saz bu. Anda üç kavak bolar. Biz şundaq medeniyetlerimiz bar. Şunu qys boldygy eň addysy. Uny qymap atgan. Ýakyldyk adam ýokmy onu mufmudam men ýaxşy düşünmeýken. Demek biz özümizde qutquzymyz diýdiňimiz özümizge baýlykny qysyşymyz gerek. Eň awal
Bu özümüzdeki baylıqni qazmay, hemen kömbetib, bu xalq Xitoy bizdan qilib desa, u hargizmi qutlanmaymiz. Bu kasalni biz özümüz tapdıq bedenge. Bu kasaldan yanmış bedenimizni nim qilamiz. Ma bizda tibobat şekli bir gap bor. Siz bilasiz, insonning bedeni 4 xil bor, 4 xilning birisi buzilgandan keyin kasal paydo bo'ladi. Uyg'ur tibobatchilikning nihayat nazariyasini bekattirman. Bu 4 xilning birisi buzilgandan keyin kasal paydo bo'ladi deydi. Lekin biz bergan dori kasalni saqlatmaydi deydi. Şu buzilgan xilitni, şu yerdagi ağrıgan, ya'ni ki bedenning şu yerning nimisini şu yani kuvvetlendirdi. Şu yerin kuvvetlengandan keyin kasalni o'zi davolaydi. U dori davolamaydi, faqat shu yerni quvvatlaydi deydi. Ama özümüzdeki bağ, esildeki bağ nəsini qızıb çıxarırsak, bizdeki keselge o bizge kuvvet verir. Enelkin keselden qutlalayımız. Xitaylı namı bağ, Garip Sayar filmini görген bolsanız, tanı tutup, doma tutup kesel davalayın. Nəhayət bir tetiksizler. Onun o Nur Bekri, Şöhrə Zakirlər, sevda olub, aşıqlab, saranlab getdi. Axır oğlum bayram olduq. Ama da şu özümüzə danışışımız gerek, özümüz üçün xalqara vəziyyətki hər qandaq bir özgürüşki inçiliklərini diqqət qıla alırsak, küzdəlisək, bizge paylıq tərəfi qaysı, ziyalıq tərəfi qaysı. Önüm qılan. Enandan keyin biz önüm yarata alaymiz. Qağınni bu da keyinki söhbətdə təfsil etşendirəmiz. Meyli. Profesör Qarloqma ötken qıtımlıq söhbətimizdə şu ziyalilarınki meselesi, ada qıvatamda bir sual sorağandım. Bunun qoşunda bir qısqa, güzel bir cevap vergen təmin şu. Çünkü hazırki çət əldəki ziyalilərimiz məliqə Ali İnəklə balası çalı qoyuruq deyəndək, Xitay marif sistemisi yetişkənlik üçün yeniləmək özünü bir cari qıldırıb olanmay, yeni aşı sistem, aşı minni qurulmuşdu boğanlıq üçün. Nurğulları milleti bu dət ələmli tutsa, yeni şu özün çətki qıp yürüyüşləri, arılaşmaslığı köpənçisinin işlağı. Bu şu səbəb bulvatqallığını deyəndi. Qancha bir ziyalinin ki, qancha arıq görünüşü, Türklük ve İslamiyet'e yakınıq, onun zemin, etiz qancha bununla bağlıq u yerden yuğurulğan bolsa, o milleti en avangard hizmet qıldığan bir yetişip qılgan joq. Ahırkı devirde yetişip çıkan ziyalilerimizin köpüncisi, onun uruqsağın tuprak, zemin hemmesi, Xitay ideologisi, Xitay marif sistemisinin en güçlük. Bu bək yanıdap ketkenlik, küçep ketkenlik üçün u yerden meyve berdiğen deraq çıkmakla. Da şuna güzel bir ifade edilgen tamam. İnşallah bu yeni asaslı güç bulup atkan çət əldeki, erken dünyadaki yeni sistemlerden uzuq edip atkan bu qardaşlarımızın ki, yeni evlatlarının ki, başqaça yetişip başka hizmet kılışqa ümit varımız inşallah. İnşallah vaktin buraya bağlı inşallah bu şeyde ahırlaşırsak inşallah. Rahmet size, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet. Hürmetlik qarindoshlar, shuna qilib bugungi bu soatdagi programmamizni mishani oxirlashtirdik. İnşallah yangi bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.